Assalomu alaykum, Iltimos televideniyasida xabarlar axborot dasturi studiyada Matina Ulug'bek qizi. Avval bugungi yangiliklardan qisqacha. Qayta olish xonasi eshak go'shti Gonkongga sotish uchun tayyorlangan. O'sh shahrining sobiq hukumati ko'zlagan markaziy bozordan aeroportga ketish yo'li bitadimi? Aeroportga chiqib ketүү masalesi al биздин мына транспорттыгынды жеңилдетти. Qirg'iziston xalqining soni 6 millionga yaqinladi. Demak, buni salıştırma alsak 2014-жылга salıştırmalı өсүшү 4,1% болду. Jo'g'org'i Kengashda parlament saylovidan o'tish me'yorini 10% gacha ko'tarish taklifini inkor qilindi. Qonun loyihasi Jo'g'org'i Kengashdagi mandatlarni bo'lishtirishga kirish uchun hozirgi belgilangan 7% lik saylov me'yorini 10% gacha almashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Shuningdek, regionlar orasidagi belgilangan me'yorlar o'zgarishsiz, ya'ni 0,7% bo'yicha qoldiriladi. Parlamentda kamida 4 partiya bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda parlamentda 5 partiya bor. Hozirgi tajribani yodga olish bilan biz 4 partiya eng ma'qul deb hisoblamoqdamiz. Shunda muxolifat hozirgiday bo'lib, deputat guruhlardan tuzilmay chinakam bo'ladi, dedi qonun loyihasining asoschilaridan biri Felix Qulov. Lekin qonun loyihasi deputatlar qo'lloviga ega bo'lgani yo'q. Taklifga 50 deputat rozi, 48 deputat qarshi deb ovoz berdi. Eslatib o'tsak, konstitutsiya qonunini qabul qilish uchun 80 dan kam bo'lmagan deputatning rozilik ovozi kerak. Bishkek shahrining chetidagi Manas qishlog'ida joylashgan qayta olish xonasi 20-yanvardan boshlab eshak go'shtini chet davlat xaridorlariga sotish maqsadida so'ygan. Yangi so'yilgan 605 eshakning go'shti hali eksport qilinmaganligi sabab muzlatkichda saqlangan. Bu haqda bugun mazkur ishxonaning rahbari Almas Taqirbayev Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot yig'inida bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, eshak go'shtini shartnoma asosida Gonkongdagi Solax Trading Ltd kompaniyasiga sotish rejalashtirilgan. Qirg'izistonning birorta ham kafe-restoranlarga yoki go'sht bozorlariga o'tkazilgan emas. Taqirbayev eshak go'shtini sotish bo'yicha barcha hujjatlar qonuniy ekanligini aytdi. Chet davlat kompaniyasi bilan shartnoma o'tgan yilning 14-dekabrda tuzilgan. Ular go'shtni hayvonot bog'iga berilishini aytishgan edi, dedi Taqirbayev. Seshanba kuni jurnalistlar tomonidan Bishkekdagi Manas qishlog'ida joylashgan saroyda 10 ga yaqin eshak so'yilib, sotishga tayyorlanganligi aniqlangan. Go'sht kafe-restoranlarga sotilgan bo'lishi mumkinligi aytilgan edi. Mazkur ishni hozir iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmaligi tergov qilmoqda. Hozircha jinoiy ish qo'zg'algani yo'q. O'sh shahrining sobiq hukumatining rejasi bo'yicha markaziy bozordan aeroportga to'g'ri olib boruvchi yo'l qurilib, 2014-yilda yakunlanishi kerak edi. Lekin shahar rahbariyati almashganligi sabab yangi yo'l qurish ishlari vaqtincha to'xtab turibdi. Hozirgi shahar rahbariyatining ma'lumotiga ko'ra, mazkur yo'lni qurishdan janubiy aylanma magistralni qurish foydaliroq bo'lmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Aeroportga to'g'ri olib boruvchi yo'lni ochish masalasi 2012-yilda ko'tarilgan edi. U O'sh shahridagi estakada ko'prigi bilan bog'lanib, ikkinchi bosqichida hukumat tomonidan davom ettirilib ketishi kerak. Mazkur ishlar Osiyo taraqqiyot banki tomonidan ta'minlanishi ko'zda tutilib, shahar kengashining Ulutlar birimdagi fraksiyasining yig'inida ham muhokama qilingan. Anan bunun birinchi etapi o'tilgandan keyin bunday saylov o'nöktörü, andan keyin ele bunday krizis, andan maynilroq gaz degan narsa chiqib ketdi. Anan granттык маселеде көпүрө каралбай калды. Ошо менен бул шаардык кеңештин отурумуна алып чыгылган жок. Азыркы тагдыры кандай болуп атат? Азыркы мэриянын иш планында барбы жокпу мен билбейм, бирок быйылкы жылкы бюджетте бул маселе боюнча бир тыйын каралган жок. Өткөн жылы шаар өнүктүрүүнүн кенен планын бекиттик. Ошондо да 2017-жылга чейинкиде дагы бул маселе жок эле. Mazkur ko'prik sobiq shahar rahbariyatining rejasi asosida 2014-yilda yakunlanishi kerak edi. Reja qilingan vaqtda ishning yakunlanmay qolishiga fuqarolik jamoat vakillari mahalliy g'aznada mablag' yo'qligi bilan bog'liq deyishgan. Gulqahar Mamasaliyevaning so'zlariga ko'ra, buziluvchi uylarga tovon to'lab berish uchun katta miqdorda talab qilinadi. Buni to'lash uchun esa mahalliy hukumatning mablag'i yetmaydi. Есть жергиликтүү кеңештин чечими бар. Ошол үйлөр изоляция болсун жана ошол көчө аэропортко чыксын деген жергиликтүү кеңештин чечими бар. Бирок ошол жергиликтүү кеңештин чечиминен кийин элдерге предписание берилген, мэрия тараптан предписание берилген. Мына ушул жергиликтүү кеңештин чечимине ылайык сиздерде баалоолор жүргүзүлөт, анан изоляция болот деп. Мэриянын өзүнүн пландоосу боюнча
2014-2015 болуш керек, бирок ошол акча жоктугунан эсебинен ал план ишке кириши элек. Hozirgi shahar rahbariyatining so'zlariga ko'ra, u ishlar albatta davom etadi. Lekin hozir u yo'lni qurishdan ko'ra janubiy aylanma magistralni qurish foydali bo'lmoqda. Aeroportga to'g'ri olib boruvchi yo'l rivojlantirish rejasining asosida 2017-yilgacha yakunlanishini aytadi vitse-mer. Аныктагандыгыбыз, азыр өзүңүздөр билесиздер, бир гана ошол Фуркатта круговой аркылуу шаардан чыгыштарына чыгып кетет. Экинчи чыгуу жолун камсыздайт да, бул да бир 20-25%га чейин жол тыгындарын чыгып кетүү магистралын азайтат. Азыр Моноев, Масалиев көчөсүнүн кесилиши негизги бир түйүн болуп эсептелет. Ошол түйүнгө келбестен Ош району бөлүгүнөн эле түз шаардан чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Сиз айтып аткан жанагы аэропортко чыгып кетүү маселеси, ал биздин могул транспорттук тыгынды жеңилдетпейт. Ошондуктан могул маселе биз үчүн маанилүүрөөк болгондуктан биз ушул иштен баштап жатабыз. Кийинки жолдагы бул жакын келечектин маселеси болот. Vitse-mer Qutmanal Abdurahmon o'g'lining so'zlariga ko'ra, aeroportga to'g'ri olib boruvchi yo'l bosh rejada qaralgan. Shu sabab qurilish to'xtab qoldi deyishga asos yo'q, lekin shahar kengashi deputati Nurqiz Qadirbek qizi rivojlantirish rejasida mazkur yo'lni qurish qaralgan emas degan edi. Bu so'zlarni fuqarolik jamoat vakili Gulqahama Masaliyeva ham tasdiqladi. O'sh shahar meriyasining bergan ma'lumoti bo'yicha hozirgi vaqtda O'sh ko'chasidagi solinuvchi yo'ldagi 27 uyga tovon to'lash hamda qurilishga sarflanuvchi mablag' aniqlanmoqda. Zangor olov qo'llangan O'sh shahrining barcha abonentlari Gazprom bilan yangi shartnoma tuzish kerak. Shartnomani tuzish muddati 1-aprelgacha davom etadi. Muddatdan kech qolgan abonentlarga gaz berish to'xtatiladi. Shartnoma tuzishga uy egasining va uyning texnik pasporti kerak bo'ladi. Uylarni ijaraga olganlar esa uyning egasidan ishonch qog'ozi bo'lishi zarur. Bu haqda Gazpromning O'shdagi vakili Mamatqaliq Amatov intimoqqa bildirdi. Biz abonentlarni o'tgan yildan beri ogohlantirib kelmoqdamiz, lekin ular gaz yo'q bo'lsa nima uchun shartnoma kerak deb rozi bo'lishmagan. Bugungi kunda Gazpromning O'shdagi vakilligida abonentlar bilan shartnoma tuzish uchun 10 kishi ish olib bormoqda, dedi Amatov. Rahbarning so'zlariga ko'ra, avvallari abonentlar shartnomasi Qirg'iz gaz ishxonasi bilan bo'lgan. Hozirgi vaqtda u ishxona Gazpromga o'tganligi sabab yangi shartnoma tuzish majburiyati kelib chiqqan. O'shda o'quvchilarni respublikalik testga ro'yxatga olish boshlandi. Bu yilgi o'quv yilida ham oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilar so'zsiz testdan o'tishlari kerak. Umumiy respublika testga kasb-hunar litseylarning, kollej va texnikumlarning oxirgi kurs o'quvchilari, qo'lda attestati bor o'tgan yilning bitiruvchilar ham qatnasha oladi. Shahar bilim berish boshqarmaligining bildirishicha, umumiy respublika testiga shu yilning 7-apreldan boshlab ro'yxatga olish boshlanadi. Qirg'iziston xalqining soni 6 millionga yaqinlashdi. O'sh oblastining ro'yxatga olish xizmatining bildirishicha, xalqning tabiiy yo'l bilan ortishi ko'proq janubiy hududda kuzatilgan. Bu hududda yil boshidan beri 3000 ga yaqin go'dak dunyoga kelgan. Iqtisod tahlilchilarning aytishicha, bolalar tug'ilishining ortishiga oilaviy sharoitning yaxshilanishi sabab bo'lmoqda. Batafsil navbatdagi lavhada. Davlat ro'yxatga olish markazining ma'lumotiga ko'ra, 2014-yilning 1-dekabrigacha Qirg'iziston xalqining soni 5.895.000 ni tashkil qildi. Xalqning sonining o'sishi janubiy hududda ko'p kuzatilgan. O'sh oblastida 2013-yilning yakuni bo'yicha 6241 nafar go'dak dunyoga kelgan. 2014-yil 1111 nafarga ko'paygan. Ошондуктан жылдан жылга төрөт өсүп келатат, төрөттүн саны көбөйүп келатат. Дагы бир жагы биздин төрөт стационар, областной стационар болуп эсептелген үчүн бизде бир гана Ош эмес, Жалал-Абад, Баткен областынан дагы өтө татаал төрөт татаал беременностьтар татаал өткөн үчүн бизге жөнөтүлөт бардыгы. Ошонун эсебинен да төрөттүн саны көп. Oblast tug'ruqxonasining ma'lumoti bo'yicha o'tgan yili egiz bolalarning tug'ilishi ko'p bo'lgan. 2014-yilda 150 nafar egiz tug'ilgan. Ularning 3 nafari 3 juft egizlar. Bir kunda 2-3 tane egiz so'ragan bolalar bo'ladi. Bu yil mana жаңы жылдан beri 3 emler bo'laylik. Былтыр 3 emler bo'ldi, 3 ayol 3 em төрөдү. Олордун түйшүгү эgiz балдарга онон көбүрөөк болот. 3 emдин балдары өтө кыйыныраак болот түйшүктөр. Салмак аркылуу немеде турат эгиздер. Biri çoğun, biri küçük, eki çoğun, eki küçük şunday. Allah'ın yaratkanı şunday ekan. Yil boshidan beri Qirg'izistonda 13109 nafar bola tug'ilgan. Ma'lumotga ko'ra, tug'ilgan go'daklarning soni bo'yicha O'sh oblasti oldingi o'ringa chiqqan. Ikkinchi o'rinda Jalol-Obod, oxirgi o'rinlarda Norin va Talas oblastlari turadi.
Ош облусу 2908, Бишкек 1873, Жалабат 2672, Чүй облусу 1729, Нарын облусу 505, Талас облусу 561. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 2014-yili bolalarning tug'ilishi o'tgan yilgiga qaraganda 4,1% ga o'sgan. O'rtacha hisobda har bir oilada 5 kishi bor. Bu el katta bo'ladi, o'zingiz bilasizlar, 10 yilda bir jol el katta bo'ladi. O'sha bizda baza deb hisoblanadi. O'shaga yil sayin keyin qo'shilib ketaveradi. Zaksdan olgan отчеттар төрөлгөндөр qo'shiladi, o'lgönderni ayiradi. Keyin pasportning stollar bizga kelganlar talon прибытие topshirishadi. U yoqqa bu yoqqa ketganlar bo'ladi, chiqib ketganlar talon выбытие. O'sha negizida bizni statistikada esep o'shanda ketadi. Qirg'iziston musulmon davlatlari qatorida bo'lganligi sababli oilada bolalarning tug'ilishiga cheklov kirgizilmagan. Iqtisod tahlilchilarining fikricha, tug'ilishning sonining ortishi oiladagi moddiy ta'minotning o'sayotganidan darak beradi deb bildirishmoqda. Bu xalqning soni o'zi dunyolik ekonomikada demografiyalik jarılуу, анан кийин демографиялык яма деген түшүнүк бар да. Ошол биз азыркы учурда бул өкөнө тең кирбейбиз. Бул жерде демографиялык бир жарылуу болуп, калктын саны кескин түрдө өсүп аткан жок. Бул үй бүлөнү пландаштыруудагы кандайдыр бир өзгөчөлүктөр дагы мааниге ээ болушу мүмкүн. Dunyoda 1 sekundda 19 nafar odam vafot etsa, 21 nafar go'dak dunyoga keladi. Qirg'izistonning xalqi o'rtacha hisobda 20 mingga ko'paygan. Osh Bishkek avtoyo'lida bugun ertalab qulagan toshlarni tozalab yo'l ochildi. Tosh Chuyning Jayil rayoniga qarashli Tug'ni qishloq hududiga tushib, yo'lning bir tomonini to'sib qolgan. Yo'lni ochish uchun yo'llarni ekspluatatsiyalovchi idora tomonidan bir kran va 2 samosval avtomashina jalb qilinganligini Favqulodda holatlar ministrligidan ma'lum qilishdi. Qadamjoy rayonining Sirt qishlog'ida oilaviy kelishmovchilik sabab uyda yong'in chiqdi. Natijada bir xona to'liq kuyib, qolgan 3 xonaning poli yonib, kerakli buyumlar yaroqsiz bo'lib qolgan. Shu sabab uy egasiga 200 ming so'mlik ziyon keltirilgan. Yong'inning kelib chiqish sabablari va bundan jabrlangan oila haqida navbatdagi lavhada. Yong'in kech soat 11:30lar atrofida chiqqan. Bu vaqtgacha oila egalarining o'rtasida rashk sabab kelishmovchiliklar bo'lgan. Uyda yong'in chiqqan Ravshan Tojiboyevni yaqinlari uni Rossiyadan chaqirtirib olishgan. O'sha kuni uyda hech kim bo'lmagan. O betdagi odamlar ko'rib kelib, juvonqini o'chirganda bular ham cho'p qor parchasi. Bir qizi o'qishda. Texnikumda. Bir qizi kichkina qizi shu onanda oparib jotsa kerak. Men qarindoshimni qizi jotgan. Jotmadan sog'irga kuyib ketgan kim bilan kechasi kelib bir bala chashdi boshqa qildi. Kim bilan endi ko'rmagandan keyin falonchi bunday desh qiyin. Mazkur fakt bo'yicha hozirgi vaqtda tergov ishlari olib borilmoqda. O't o'chirish xizmatining xodimlari ham yong'inning kelib chiqish sabablari haqida hali ma'lumot bergani yo'q. Militsiyaga ham ariza bilan murojaat qilganlar bo'lgan emas. Үйдүн ээси Тажибаев Равшан өзүнүн үйүн өрттөдү деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бизге эч кандай эч ким арыз менен кайрылган эмес. Өрт болгон жерге биздин милиция кызматкерлери өзү келип туруп, ошол жерден рапорт менен бизге кайрылган. Sodir bo'lgan voqea bo'yicha maxsus yong'in texnik ekspert guruh tashkil qilinib ish boshladi. Bugun Osh davlat yuridika institutida Aliqul Osmonov Qirg'iz yulduzi deb nomlangan ilmiy konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir 21 fevral Butunjahon ona tili kuni munosabati bilan tashkil qilingan. Tadbirda talabalar va ustozlar ona tilini saqlab qolish va yo'q bo'lib ketish xavfini muhokama qilishdi. Shu bilan birga qirg'iz tiliga hissa qo'shgan Aliqul Osmonovning ijodiga ham to'xtalishdi. Shuningdek, institutda Aliqul Osmonov Qirg'iz yulduzi, shoir Aliqul Issiqko'l va shu kabi boshqa nomlar bilan bayonnomalar o'qildi. Qirg'iz tili dunyodagi eng bayır til emas, ошол байыртадан бери өзүнүн улутун, жүзүн, маданиятын, тилин сактап келген элдердин бирибиз. Анткени биз башка элдерде эле, бизде да, биздин улутубузда, биздин элибизде да тилдин кенчи, тилдин негизи, тилдин байытуучусу жана алып баруучусу дал ошол элдин өзү болот. Endi esa navbat xalqaro yangiliklarga.
Litva fuqarolarini harbiyga chaqirishni qayta jonlantiradi. Bu haqda davlat prezidentining ma'muriyatiga iqtibos keltirib, Reuters agentligi yozib chiqdi. Ma'lumotga ko'ra, bu kabi tadbirga hududdagi Rossiyaning harbiy faolligining kuchayib borayotgani turtki bo'lgan. Geosiyosiy vaziyatni va o'lka xavfsizligini xavfini hisobga olish bilan o'lkaning mudofaa salohiyatini yuksaltirish zaruriyati kelib chiqdi deb aytilgan bayonotda. Yangi nizom asosida harbiyga chaqirish 5 yilga uzaytiriladi. Litva 2008-yildan boshlab majburiy harbiy xizmat o'tashni yo'q qilgan edi. Bungacha Buyuk Britaniya, Rossiya, Boltiqbo'yi davlatlarida bugungi kunda muhim xavf tug'dirganlikdan NATO ularga qarshi hujumga tayyorlanayotganini ochiqlagan. Kiyevdagi yirik do'konlarda bir kishiga 2 litr yog' va 2 xalta grechkadan ortiq oziq berilmayapti. Gipermarketlarda bo'sh tokchalar ko'paydi. Bunda mahsulotning sotilishi cheklangan to'g'risida ma'lumotlar joylashtirilmoqda. Bu kabi qadamga Ukrainada narxlarning keskin ko'tarilishi sabab bo'ldi. Grivna bir yilda 4 hissa arzonlab, o'lkada eng kam maoshning ko'lami faqir deyilgan Afrika o'lkalaridan ham tushib ketgan. AQSh joriy haftada Iroqqa umumiy 18 million dollarlik qurol aslaha berdi. Bu haqda Pentagondan bildirishdi. Undan avvalroq Iroq 232 raketa olgan. Bu Islom davlati jangari guruhi bilan kurashish uchun qo'llaniladi. Islom davlati guruhining jangarilari Suriyaning shimoli-g'arbidagi qishloqlardan 100 ga yaqin xristian assiriyalikni o'g'irlab ketdi. Jangarilar 23-fevralda qishloqlarga kirib, mahalliy aholini kuch bilan olib ketgan. Islom davlati terrorchi guruhi o'tgan yili Suriya va hududlarini bosib olgan. Undan beri Iroq Suriya kuchlari va AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya jangarilarga qarshi operatsiya olib bormoqda. Assiriyaliklar Yaqin Sharq, Eron, Turkiyada istiqomat qilgan etnik guruh. Ular xristian diniga e'tiqod qilishadi. Suriyada 50 mingga yaqin assiriyalik bor. Chexiyaning shimolidagi 8 nafar odam halok bo'ldi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilganday, noma'lum shaxs Ugerskiy Brod shahridagi restoranga kirib o'q otgan. O'lkaning ichki ishlar ministri Milan Xavansning ta'kidlashicha, otishmadan 8 odam halok bo'ldi. O'q otgan odamning o'ldirilgani xabar qilinmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, jinoyatda gumonlangan odam ruhiy xasta bo'lgan. Ukrainaning sharqidagi Rossiyaparast ayirmachilar bugundan e'tiboran og'ir texnikasini maydon dalasidan olib chiqishni va'da qilmoqda. Bu haqda o'zini Donetsk Respublikasi deb atab olgan hududning harbiy zobitlaridan biri Eduard Basurin bildirdi. Uning ta'kidlashicha, Yevropa hamkorlik xavfsizlik tashkiloti missiyasining nazoratida ular og'ir texnikani o'tgan yilning 19-sentyabrda Minskdagi shartnomada ko'rsatilgan hudud tashqarisiga chiqarishadi. Basurin otashkesim shartnomasini nazorat qilishni ular tomonidan Donetsk va Luganskdagi maxsus koordinatsiya guruhlari olib borishini qo'shimcha qildi. Ukraina armiyasi bo'lsa ayirmachilar otash kesimni to'xtatmagani uchun og'ir texnikani hozircha chiqarmasligini bildirgan edi. Armiya vakillari 23-fevralga qarata otash kesim bo'yicha shartnomani 24 marotaba buzilganini bildirdi. Sizlar bugungi olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan www.ntmaf.kg saytidan @6 FM to'lqinlarda tranzit axborot dasturidan tanishishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'izgidrometning ma'lum qilishicha, ertaga yurtimizning ayrim hududlarida qor yog'ishi mumkin. Vatkan oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Jallobod oblastida ham kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. Norin oblastida kechasi 11-16 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuqdan 1 darajagacha ko'tariladi. Talas oblastida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 9-14 daraja issiq. Issiqko'l oblastida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Chuy oblastida kechasi 4 daraja sovuqdan 1 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-14 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham 21-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2 daraja, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.